Assalomu alaykum. Alaykum. Tabassum ulashib loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Onajon, Mag'firat ayani telefon raqamlarimi? Ha, Bugungi tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Sizda insonlar ko'payishini istaymiz. Yaqinlaringiz loyihamiz orqali o'z dilnomalarini sizga yo'llashimizni so'rab murojaat qilganlar. Onajon, aloqadamisiz? aloqadaman asalim. Xo'p, kim deb o'ylaysiz bugungi tabrikni egasini? Bilmadim endi kimligini. Keling, taxmin qilib ko'ramiz kimning nomidan. Qizlarimdir balkim. Qizingiz, keliningiz Shahloxonning nomlaridan bugungi tabrikni qabul qilib olasiz. Rahmat. Alloh ulardan ham rozi bo'lsin. Meni yodga olib, neslab to'lqinimdan tabriklamoqchi bo'lgan ekan. Men ham ularga baxt saodat, uzoq umr tilayman. Hamisha bolalarim baxtiga, meni baxtimga sog' salomat bo'lsin. Qizim bo'lsa ham baxtimga sog' salomat bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin. Bolajonlarini baxtiga, uy-ichini baxtiga qizim ham hamma vaqt yuzi yorug' bo'lsin. Ularga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmatlar aytaman. Rahmat onajon, sizga ham tabrikni eshitamizmi birga? Mayli, xo'p. Oyijonim, mehribonim, maslahatgo'yim, bolalarimni tarbiyalashda beminnat yordamchim, ro'zg'or ishlarida ustozim. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Doimo salomat bo'ling. Hamisha oilamizning boshi, duogo'yimiz, nabiralaringizning mehribon bujonisi bo'lib yuring. Kelin bo'lib kelgan ilk kunlarimdayoq menga uy yumushlarini o'rgatdingiz, xatolarimni to'g'riladingiz. Farzandlarimni tarbiyalashda maslahatlaringizni ayamaysiz. Doimo yordam bering. Oyijon, ehtimol oramizda iliqlik tug'ilgan, kichik nizolar bo'lib o'tgan paytlar bo'lgandir. Ammo shularning barchasiga qaramay sizni yaxshi ko'raman. No'rin gapirib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Sizga sog'lik so'rarman doim. Umringizni tilarman doim. Sizdan mehr izlarman doim. Boringizga shukr oyijon. To'g'ri, ba'zan yoshlik qilarman. Yana sizni ayblab yurarman, lekin sizni yaxshi ko'rarman. Boringizga shukr oyijon. Ko'nglingizni og'ritib qo'ysam, xafa bo'lmang mendan onajon. Balki hali yoshdirman, bilmam. Boringizga shukr oyijon. Qaynonalar ona bo'la olmas emish. Kelin qizdek sevolmas emish. Keling, shu so'zlarni inkor qilaylik. Biz ona va qiz bo'laylik. Oyijonim, ba'zan mehrim oshkor eta olmasam, ba'zan sizga shirin so'zlar ayta olmasam, yoki ehtimol kerak paytda to'g'ri so'zni topa olmasam, nabiralaringizdan ortib sizga e'tibor bera olmasam, mendan xafa bo'lmang. Shuni bilishingizni istardimki, sizni chin qalbdan hurmat qilaman. Sizday insonlar ko'payishini istayman. Boringizga shukr oyijon. Onajon, tabrikingiz ma'qul bo'ldimi sizga? Rahmat. Sizlarga ham baxt saodat tilayman. Hamisha Sizni tinchlik, xursand qila sog'lik oldikmi bo'lsin. keliningiz nomlaridan? Rahmat kelinimga Ilohim qo'sha qarisin. Bolajonlari ko'p bo'lsin. Yurgan yo'llari hamisha farovon bo'lsin. Hamisha boshlari baland bo'lsin. Hamisha qo'llarimiz duoda bo'lsin. Tinchlik, sog'lik tilayman. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Doimo shunday duogo'y bo'lib yuring onajon. Onajon, bugun nabirangizning ham tavallud kunlari ekan, shundaymi? Ruxshonaxon. Ha. Keling, Ruxshonaxon uchun ham onalardan to'rt qator she'r aytaylik, maylimi? Ke Ruxshon, seni tabriklayapti opa. Ruxshonaxon. Assalomu alaykum opajon. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Asal qizim, bugungi tavallud ayyomingiz nomidan onangiz uchun
Onangizning nomlaridan siz uchun tabrik. Xo'p Eshitamizmi? bo'ladi. Jonim qizim, oy yuzligim, gul Opajon yuzligim. xo'p bo'ladi. Oh. Endi bir jim o'tirib eshitamizmi? Xo'p. Jonim qizim, oy yuzligim, gul yuzligim, o'zimdan bo'lgan o'zim, bog'imda o'stirayotgan rayhonim. Mitti bag'richanga bosh qo'yganimda, dardlarimni unuttiradigan taskinim. Yig'laganimda jajji qo'lchalari bilan ko'z yoshlarimni artadigan mehribonim. Allohning menga bergan go'zal ne'mati, chiroyliligim, tabassumliligim, mehrim, jonim ichra jonim. Allohim umringiz ziyoda qilsin. Har bosgan qadamchalaringda seni himoya qilsin. Xo'p.